Taroga savol beramiz. Murojaat uchun Fortuna 2025 ga murojaat qilinglar va to'liq rasklad olishingiz mumkin shaxsiy savollaringizga. Bu raskladni uzoq video bo'lishi mumkin, bo'lib jo'natiladi adminning o'zi. Fortuna 2025 ga shaxsiy rasklad uchun murojaat qilishingiz mumkin. Hozirgi raskladimiz bu общий rasklad va qisqa, ammo bu ham juda ham qiziqarli. Agar sizda shu mavzu bo'lsa, unda ko'ring. Agar bu sizga tegishli mavzu bo'lmasa, o'tkazib yuboring. Xo'sh. Taroga savol beramiz. Siz uni cho'rniga tiqib qo'yganingizdan keyin erkak bo'lsangiz o'zingizga o'girib eshiting, ayol bo'lsangiz o'zingizga o'girib. Siz uni cho'rniga tiqib qo'yganingizdan keyin telefondan u o'zida qanday fikrga ega bo'ldi? Nimalarni o'yladi? Siz uni cho'rniga tiqib qo'yganingizdan keyin. Bu narsani kutmagan edim. Ya'ni, endi boshqa buni tryuklari o'tmayapti. Tryuklari o'tmayapti. Juda siqilib qoldi. Axir men yaxshi ko'rardim. U sizni yaxshi ko'rgan, lekin siz uchun harakat qilmagan. U sizni yaxshi ko'rgan, lekin bitta ham harakat qilmagan. Ko'proq energiyani siz harakat qilib, siz vlojit qilgansiz. Ko'p energiyangizni siz ko'proq bergansiz. U emas. U yaxshi ko'rgan, lekin hamma narsani reshat qilish, uchrashuvlarni belgilash, bu joylarga borish yoki muammoni hal qilishni hammasini o'zingizga topshirib qo'ygan. Siz bu narsadan charchadingiz, bo'ldi. Ro'zvoy ochki joningizga tegdi. Olib tashladingiz. Va bo'ldi, stop dedingiz. Boshqa bunga ortiq bardosh bera olmayman dedingiz. Ketdingiz. U sizdan qancha ketmasligingizni istasa ham baribir ketdingiz. Xohlamaysiz, hozircha uni xohlamaysiz. Sizning ishlaringiz yaxshi. U bo'lsa shundan qo'rqyapti. Baribir siz bitta joyda to'xtamaysiz. Ishlaringiz davom etaveradi. Siz uni hayotida quyosh bo'lgansiz, yo'l ko'rsatuvchi, chiroyli, maslahatlar beruvchi, doim podдержка qiluvchi bo'lgansiz. Siz rostdan u shunaqa ham zo'r insonni yo'qotdim deb juda afsusda. Hatto u sizning xarakteringizni to'liq tushunmaydi. Sizga rostlik yoqadi. Siz juda go'zal va kelishgan, ko'rkam insonsiz. Sizga rostlik yoqadi, yolg'onni yoqtirmaysiz. Birato'la shuncha. Xo'sh, uni niyati nima? Baribir u bilan yarashaman, yo'lini topaman. Hozir variant qidiryapti. Baribir unga yetaman. Kerak bo'lsa uygacha boraman. Baribir u bilan yarashishim kerak. Bu insonni yo'qotishim kerak emas. Chunki u boshqacha. U baribir qaytib kelish niyati bor. Endi qanaqa qabul qilasiz bilmadim. Istasangiz qabul qiling. Istasangiz yo'q, keting.